Assalomu alaykum. Bugun biz Linux tarqitish nashrlaridan biri bo'lgan Linux Mintni mavhum kompyuterga qanday o'rnatishni ko'rib o'taylik. Oldi bilan Tor ko'gini ochamiz. Google Chrome'ninki izsiz holatdagi betkichdan birini ochdim. Google'ni ochaylik. Google'ni ochdik. Endi Linux Mint deb izlaylik. Linux Mint deb izlasak, Linux Mint'ninki başdaki tor bekitini bizga birinci qilib tizib berdi. Bundan bevosita downloadni cheksek bo'ldi yoki Linux Mint'ning baş betini ichib, undan keyin downloadni cheksek bo'ldi. Hozirgi Linux Mint'ning eng yangi nashri 22:3 ekan. Undan keyin birinchisi bevosita tushirish ekan, ikkinchisi o'rnatishninki, ya'ni qo'llanmasi yoki tushuntirish desak bo'ldi. Biz bevosita downloadni cheksak bo'ldi yoki bo'lmasa downloadni chekib tushirish betidan tushirsak bo'ldi. Undan keyin masalan LMD7 yoki hamma narsani ko'rmasak, mana hamma narsani ko'rma deb cheksak, yana ko'rsatib berdi bizga. Masalan eng yangi 22:3 ekan. Masalan men 22:2 o'rnatdim desak, shuni tanlab masalan nereden tushirganligimizni, masalan bir necha xil arayüzü bilan ta'minlagan, biz bundan o'zimiz yoqtirganini tanlab tushirsak bo'ldi. Men bevosita masalan bosh betni chekib, shu downloadni chekay. Download chekkandan keyin yana bir bet ichildi. Buningda masalan XFE nashrimi yoki Cinnamon ko'rinish nashrimi, XFCE deganimiz ijro muhitini ko'rsatmoqchi. Ijro muhitini. Ya'ni arayüz muhiti. Undan keyin mate muhitimi yoki o'zimiz qaysisini yoqtirsak, shuni tanlab tushirsak bo'ladi. Men birinchisini Cinnamon Edition deganni tanlay. Buningki bir necha ustal usti muhitini ta'minlashning asosi ba'zanlar Cinnamonni yoqtirdi, ba'zanlar XFC'ni yoqtirdi. Bundan keyin bu XFC, Cinnamon va Mate'ninki qisqacha bu tushuntirishi berilgan. Masalan, men Mate degani Genome 2 ishlatgan. Bu Bacon nashri, Genome'ning eng yangi nashri 5 barobar. Bundan keyin XFC'ninki yangi nashri 3:2. Bundan keyin Cinnamonning o'zininki, masalan Moda, bundan keyin hozir ishlatilayotganlar eng ko'p ustal muhitlardan biri. Shunga biz shuni ko'rib boqaylik. Shu downloadni chekdik. Chekkandan keyin Cinnamon Edition degan bet ko'rindi. Buning sig'imi 2.9 gigabayt. Bunga aslida o'rnatishninki yetakchisi yo qatorliq tarqitish, uqtirishi, izohati degandek. Masalan, men o'zi avtomatik 64 betninki ma'lum torrent o'jdi ekan. Odatda men torrent o'jdini ba'zi internet mulozimat ta'minlovchilar cheklaydi. Shunga amallar bevosita tushiradigan urinishdan tushirsanglar yaxshiroq. Unga astidagisi men tushiradigan 64 betni tushiradigan mulozimatlarninki o'rnini deb turibdi, o'rni va davlatlarni. Davlat, masalan, dunyo bo'yicha yoki Kanadadagi, Meksikadagi, Amerikadagi degandek. Aslida yana boshqa davlatlardagi mulozimlardan bakin o'zing turishlik davlat yoki sizlar turishlik davlatga yaqin mulozimlarni tanlasanglar, tushirish surati balkim tezroq bo'lishi mumkin. Mumkin masalan men Amerikaniki Clarkson universiteti deganini tanlay. Shu ulanmani chekkandan keyin ostida tushirish ulanmasi ko'rindi hozir 64 bitlik ISO o'lchatgan. Shuni chekimiz. Chekkandan keyin tushirishga boshlaydi. Men buni oldin tushirib bo'lgan, shunga men tushirish qadam bosqichidan atlab ketdim. Men chekinib etdim. Chunki bunga biroz vaqt ketadi. Sig'imi cho'ng bo'lganligi uchun. 2.87 gigabayt. Ayat ko'rinigini 2.19 debdi. Butunlay o'tibdi. Tushirish bosqichini men bekor qilibdi. Ya'ni voz kechay. Tushirib bo'lgandan keyin biz Tor ko'gini
kichiltib qo'yib, kompyuterdan biz VirtualBox'ni qo'zg'ataylik. VirtualBox'ni qo'zg'atdik. VirtualBox'ni qo'zg'atgandan keyin ma'lumlar sinaq o'rnatib boqqan mashg'ulot sistemalar. Biz new deganni cheksak bo'ldi yoki machine deganda newni tanlasakmi bo'ladi. Newni chekdik. İsmi Mint deyli. Yoki Linux Mint desak bo'ldi. Undan keyin turi Linux, tarmoq turi Ubuntu asos qildi. 64 xona. Undan keyin biz bu yerda optik diskini taxa yuklandik. Qattiq detaldan masalan biz bu yerda 2 GB olib turibdi. Biz 4 GB ajratib berdik. 96 MB bo'ldi. Undan keyin markaz bir taraf qo'yuvchi, ya'ni CPU-dan o'zingizning kompyuterning ahvoliga asosan taqsimlab bersangiz bo'ldi. Men 2 taqsimlab beraman. Undan keyin qattiq diskga keldi. Qattiq diskidan ma'lum saqlash o'rni. Masalan, diskdagi VirtualBox'ni ochadiki, Mint darajasining ichida Mint VDI. Buni o'zingizlar qattiq diskingizga bo'shliqqa asosan belgilasangiz bo'ldi. Bu yerda 25 GB debdiki, men buni cho'ngroq bering. Cho'ngroq belgilab qo'ysanglar, keyingi yumshoq detal o'rnatishga osonroq. Masalan, men 100 deb qo'yay. Bu bo'shliqni hammani ishlatmaydi. Bu faqat qanchalik hujjat yozsangiz, shunchalik bo'shliq ishlatadi. Shunga 100 GB ni taqsimlab bering. Ya'ni keyingi bo'shliq yetishmay, bo'shliqni kengaytirishni oldini olish uchun men shunday cho'ngroq belgilab berdim. Agarda masalan tayyor mavjud ochmish VirtualBox'niki vujudi bor bo'lgan bo'lsa, menda virtual hard disk file degan shu mavhum qattiq disk vujudini tanlab qo'ysangiz bo'ldi. Yoki uchinchisi hozir qo'shmayman deganki. Hozir biz asosan tamomlab bo'ldik. Undan keyin tamomni chekaylik. Men deb qurib bo'ldik kompyuterni. Biz tanshakdan buningki tafsilotini ko'raylik. Tafsilotni ko'rsak, birinchisi odatdagi degan yerda mashg'ulot sistemasining ismi, turi, tarmoq turi, undan keyin xonasi, ya'ni nashri. Undan keyin choplash taxtasini masalan qo'shuvni ishlatmoqchi bo'lsak, o'shadan bidirectional deb tanlab qo'ysak, o'zimizningki Windows mashg'ulot sistemasi yoki Linux mashg'ulot sistemasi asosiy, ya'ni ana mashg'ulot sistemasining bo'lsa, VirtualBox'ni o'rnatgan. Shuningdek, mavhum kompyuterga uchur ko'chirishda shuni tanlab qo'ysanglar, choplash taxtasida o'rtaq foydalanadi. Buniki men tushuntirishni yozib qo'ysangiz bo'ldi. Undan keyin qattiq diskini shifrlamadi yo'q. Tanlab qo'ysak, shifrlashni qo'zg'atadi. Buningki ancha zaruriyat yo'q. Shuni tanladik. Undan keyin sistemadan masalan aslakdan 4 GB taqsimladik. Undan keyin EFI deganni Windows mashg'ulot sistemasi ko'proq ishlatadi. Buni tanlab qo'ysangiz bo'ldi. Bizga hozircha ancha zaruriyat bo'lmaganligi uchun tanladik. Pointing device degan masalan USB, masalan USB table deb tanlab qo'yapti. Masalan USB mouse yoki multi-touch table degandek. Bu nishonlashni, ya'ni chashqanakmi yoki padmi yoki boshqa uskunami shuni tanlab qo'ysam. PS2 odatda normalda chashqanak, ya'ni mouse shuni tanlab qo'ysam bo'ladi. Undan keyin markaz bir taraf bo'lishdan 2 taqsimlab berdik. Undan keyin tezlatgichni ko'ngilga holatda qoldirdik. Undan keyin past tushsak, ko'rsatish kartasi. Ko'rsatish kartasini odatda eng yuqorisiga to'g'rilab qo'yamiz. 128 surib. Undan keyin mayani grafik kontroller deganni normalda VBox, VGA tanlab qo'ysak bo'ladi. Ba'zi ahvolda SVGA tanlasak sistem qo'zg'almaydigan bunday ahvollar ko'rilib qoldi ekan. Shunga o'zingizning kompyuterning ko'rsatish kartasining ahvoliga asosan qaysi qo'zg'alsa shuni tanlab qo'ysam bo'ladi. Va astidagi SVGA tanlasak, va 3 o'lchamlik tezlatgichni qo'zg'atib bo'ldi. Va birinchisini tanlasak eng bexatar holatda o'rnatish. Ya'ni bunda 3 ta tezlatgichni qo'zg'atib bo'lmaydi. Biz holatda o'rnatib bo'lib, undan keyin tanlab qo'zg'atib olsak bo'ldi. Ya'ni
o'rnatishninki muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini oshirdi. Buni tanlab bo'ldik. Undan keyin bu yerda optik diskdan birini qo'shabdi. Undan keyin mana bizning qattiq diskimiz. Bunga biz 100 gigabayt taqsimlab berdik. Undan keyin mana ovozninkini o'zimizniki ovoz kartasininki tipiga asosan bu yerda o'xshamaydigan chiqadi. Shuni tanlab qo'ysak bo'ldi. O'zlik torni N80 ya'ni o'sha avtomatik bilan o'zi taniydigan. Undan keyin tor kartasini kompyuterimizning tor kartasining tipiga asosan bu yer farqli chiqishi mumkin. Undan keyin mana makal rasmi shu. Buni o'zgartmaymiz. Shu bit xos bo'ldi. Undan keyin mana USB controller degan USB tizginlagichni qo'zg'atib qo'yamiz. Undan keyin masalan 3.0 ni qo'llamdi yoki 2.0 ni o'zi ko'ngilga qoladi 2.0. Masalan sizning kompyuteringiz 3.0 ni qo'llasa, buni tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Shu bit bo'lsa o'zgartmadik. Undan keyin qolgan yerlari shu bit xos. Jazmlayotdik. Undan keyin tanshakdan yana ichib biz stretchdan ya'ni ISO hujjatni yuklaylik. Mana burun biz o'rnatgan ISO hujjatining tizimi ekan qo'shaylik. Qo'shib Linux Mint 22.3 Cinnamon 64 tanladik. Tanlagandan keyin cho'zgani tanlaymiz. Aslidagi ya'ni tanla degan gap. Valli tuzgan bosh qoldi degan gap. Mana vazgeç tanlaylik. Tanladik. Hozir mana ya'ni bizningki optik disk qo'zg'atuvchimiz, optik diskqa qo'zg'atuvchimiz, ya'ni CD-ROMga ISO hujjatni yuklaydi. Jazmlaymiz. Undan keyin qo'zg'ataylik. Mavhum kompyuterni qo'zg'ataylik. Mavhum kompyuterni qo'zg'atyapti. Hozir mavhum kompyuterni qo'zg'atdi. Biz tizimlikdan birinchisini tanlab qo'ysak bo'ladi. Birinchisini tanladik. Hozir optik diskdagi uchirilni yuklayapti. Linux Mint'ninki hozirgi ko'rinish qo'zg'aldi. Biz bundan install Linux Mint degan mashina qo'shib cheksak ham bo'ldi. Ya'ni Linux Mint sistemasini o'rnatma demakchi. Yoki bevosita mishada biz sinab ishlatib ko'rib baqsaqmi optik diskdagi Linux mashg'ulot sistemasini bo'ladi. Yaxshi yeri Linux'niki o'rnatmay turibmi o'zimiz ya'ni kompyuterga o'rnatmay turib shu optik diskdan qo'zg'atibmi ishlatamiz. Masalan uyg'urcha bormi ko'rib boqaylik. Uyg'urcha deb keyin tanlab boqaylik. Uyg'urcha tanlasak o'rnatishniki yo'linishi undan so'ng almashdi. Undan keyin biz uyg'urcha holatda o'rnataylik. Davomlashtiruvchi kerak. Undan keyin harf taxta o'rinlashtirishni tanlaylik debdi. Uyg'urcha shu davlat tavalligi bo'yicha undan keyin o'shaga o'rnatibdi. Biz oldi bilan inglizcha uchur kirgizadigan bo'lganligimiz uchun inglizcha harf taxtani tanlaylik. İngilizce USA degan tanlaylik. Shuni tanlaylik. Harf taxtini. Qolgan harf taxtini o'zimiz qo'shib olsak bo'laveradi. Harf taxtini tanladik. Undan keyin mana ko'p vosita kodlag'ichni o'rnatamiz. Agarda buni o'rnatadigan bo'lsak, hozir o'rnatib olsak bo'laveradi. Tanlab qo'ysak o'rnatib qo'ydi. Agarda o'rnatishni tezlatish uchun atlab ketsak nima bo'ldi? Masalan, men tanlab qo'ying. Biz qo'sh chekib ekronni sal cho'ng'aytiraylik. Ostidagi knopkalar ko'rinmadi, shunga sal cho'ng'aytirib etdim. Ekronni to'ldirib etdim.
Onundan keyin biz yani mesela arqaga inib boyiqqa әріп тақты таллайдыға yerga boshqa әріп taqtini tanlasak bo'lardi. Biz inglizchani tanladik, davomlashtiruvchi keldi. Ondan keyin ko'p vosita kodlag'ich, ya'ni video ko'radigan, qo'yadigan yoki surat ko'radigan degandek kodlag'ichlarning hammani o'rin tutdi. Davomlashtiruvchi keldi. Ondan keyin o'sha butun diskini o'chirib, Linux mentni o'rnatamsiz debdi. Ondan keyin masalan men oliy iqtidor deb o'zimiz xohlagancha tanlab, ondan keyin masalan bo'shliqni sistema qanchalik araymiz, almashtirish rayoni qanchalik araymiz deganlarni agar bilsanglar, oliy iqtidor orqali tanlab belgilasang bo'ldi. Biz vaqt tejash uchun o'sha bir o'ziniki hammaga bir xil o'rin tutadigan tanlab, hozir o'rnat degandan tanlaylik. Eski o'rnatdi shundoq ham 3 rayonga bo'ldik deb bizga tafsilotini deb berdi, davomlashtirdik. Biz bilib bergan bo'shliqning cho'ng kichikligiga asosan avtomatiklar bo'ldi. Undan keyin bu vaqt rayoni masalan siz turishlik davlat yoki o'ringa asosan, jo'grafiyalik o'ringa asosan vaqt rayonini belgilaysiz. Masalan siz nerede debdi, masalan Amerikaniki sharq qirg'oqmi, g'arb qirg'oqmi. Masalan g'arb qirg'oq bo'lsa, g'arb qirg'oqni Los Angeles, masalan sharq qirg'oq bo'lsa, sharq qirg'oqni, o'rta qism bo'lsa, o'rtani. Buni o'zinglarning turishlik o'rniga, masalan Avstraliya bo'lsa, Avstraliyani tanlab qo'ysangiz, masalan Boliviya. Masalan Qozog'iston bo'lsa, Qozog'istonni tanlab qo'ysangiz bo'ldi degandek. Ashxobodni tanlab qo'ydik. Masalan Qozog'istonni tanlab qo'ysak bo'ldi. O'zingizni turishlik masalan Turkiyani tanlab qo'ysak bo'ldi degandek. İstanbul'ni tanlabdik. O'zingiz nerede turishlik bo'lsangiz, shu yerni tanlasangiz tamom bo'ldi. Masalan o'z to'nigan shu Amerikani tanlab qo'yaylik. Hozir Kanadaning Torontoni tanlab qo'ydik. Masalan Nyu-Yorkni tanlaylik. Undan keyin davomlashtiruvchi keldi. Masalan, mush kompyuterni kim ishlatadi? Masalan, biz Tarim deylik. Undan keyin masalan kompyuterning ismi Tarim VirtualBox deb ism qo'yibdi. Masalan Tarim VirtualBox deb to'sin bo'ldi kompyuterning ismi yoki o'zingiz o'zgartirib olsangiz bo'laveradi. Turaversin. Undan keyin tanlaymiz. Undan keyin o'zligida so'ramay kirsin deb tanlab qo'ysak bo'ldi. Kirganda so'rasin desak bo'ldi. Shuni o'zingizning ehtiyojga asosan tanlab olsangiz, davomlashtiruvchi kerak. Endi Linux Mint'ninki hujjatlarini ko'chirish boshladi. Undan keyin ba'zi uchurlarninki bu inglizcha holatda bo'lishi, bu uchurlarning tahi yerliklashtirilmaganligi, ya'ni uyg'urchaga tarjima qilinganligini ko'rsatadi. O'rnatqichda uyg'urcha bor ekan. Undan keyin o'rnatish jarayonida qanday iqtidorlar bor, Linux Mint'ni tunishtirdi. Masalan, iqtidor yumshoq detallar, mulozimatlar debdi. Masalan, Torko'ga, YouTube, Netflix deganlarni qo'llanadi degandek. Undan keyin naqsha yoki nag'ma tanlashga, masalan Spotify'ni tanlash bo'ldi keyin. Undan keyin kino ko'rish yoki film ko'rish, VLC, MPV degandek vosita yaratqichlarni qo'llaydi ekan. Undan keyin surat boshqarishga ishlatadigan yumshoq detallar keyin. Undan keyin ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda ishlatadigan, masalan WhatsApp, Slack, Discord, Signal deganga o'xshash yumshoq detallarni qo'llaydi ekan.
hamda sistemini o'rnatyotidi. Bayağı hujjatkuchada hamda sistemini o'rnatyotidi. Ondan keyin masalan yoziq bir taraf qiladigan, elektronlik jadval bir taraf qiladigan, serilma ya'ni ko'rsatma tam tasvirni deydiq. Shuni bir taraf qiladigan LibreOffice'ni qo'llaydi ekan. LibreOffice'da rasm chizishdan tortib, undan keyin sondan boshqarish, undan keyin Microsoft shirkatiniki ishxon yurishlik bilan tengdosh keladigan o'zi haqsiz hamma iqtidorlari Microsoft'niki Office bilan o'xshash yumshoq detal LibreOffice. Butunlay haqsiz, kodi ochiq, yumshoq detal. Ondan keyin Tor'da masalan sim tarqatishga ishlatadigan masalan Steam, Google Earth, Dropbox, Blender degandek yumshoq detallarni qo'llaydi. Bu yerda 30 mingdan ortiq haqsiz yumshoq detal ta'minlagan yumshoq detal boshqarish markazida debdi. Uning ustiga yaqinda 2025 yildan keyin Yevropadagi ikki cho'ng davlat, ya'ni Fransiya bilan Germaniya Windows mashg'ulot sistemasi ishlatishda rasmiy holda chekinib, Linux mashg'ulot sistemasi ishlatishni tasdiqladi. Shunga bu Linux'niki hozir mashg'ulot sistemasidagi baza egallash nisbati burunqidan ko'rinarli oshdi. Chunki 2025 yili Windows 10 mashg'ulot sistemasini mulozimati to'xtagandan keyin, ya'ni 40 million dona kompyuterninki Windows 11 mashg'ulot sistemasida o'rnatishga, ya'ni qattiq detali talabga yetmaganligi uchun cho'qim buni yanglashga to'g'ri keladi. Buni hukumatga nisbatan intayin zo'r chiqim bor. Lekin Linux'ga ochilsak, shu to'plam o'tadigan, ya'ni qattiq detallari saq ishlaydiganlar to'q o'tsa, har qanday kompyuterga Linux mashg'ulot sistemasini o'rnatib ishlatgan bo'ladi. Chunki qattiq detalga bo'lgan talabi intayin tuvan. Uning ustiga har xil tarqatish nashri va o'zimizning ehtiyojga asosan tanlab o'rnatsak tamamen bo'ldi. Kompyuterimizning qattiq detalninki, ya'ni talabi juq emas. Kompyuterimizning qattiq detali yaxshi bo'lsa, masalan, Genome yoki bo'lmasa KDE degandek ustal usti muhitini tanlab ishlasak bo'ldi. Agar qattiq detalimizni nasabimiz tuvarak bo'lsa, XFC muhitini ishlasak bo'ldi. Yoki Cinnamon muhitini ishlasak bo'ldi. Chunki har qanday odamninki kompyuter ishlatish talabi o'xshamaydi. Shunga asosan o'zi qaror qilib, tanlab xohlaganini ishlatadi. Linux mashg'ulot sistemalarning hammasi degidek haqsiz, pulliqlarga tengdosh keladigan haqsizlari bor. Korxona nashrlari va ulni ijozat bilan ishlatadi, uniki mulozimati bor. O'zimiz shaxsiy ishlatadiganninki mulozimatini setib olsak bo'ldi. Agarda o'zim boshqurma desak, xohlagan nashrni tanlab tushirib o'rnatib ishlatsak bo'laverdi. Uniki yordam markazi, hokim yordam markazini tanishtiribdi. Ya'ni o'rnatishniki qo'llanmasini. Uniki ostida yerlik tillarni seplayotdi. O'rnatish tamomlanibdi. Endi qayta qo'zg'atni tanlaydi. Baya bizniki o'rnatgan optik diskini chiqarib o'tmaymiz deydi. Internet basayli. Agar inkas olmay qolib qolsa, fayldan crossni chekib, power off'ni tanlasak, to'xtab uzidi, shundan keyin qayta qo'zg'atsak bo'ladi. Linux Mintni qayta qo'zg'atdik. Linux Mint'ninki qo'zg'atish tizimidagi grupni 2.12 nashri ekan. Bu yerda ta'tir sanoq odatda 30 sekund sanaydi ekan. Yo'qsa internet bisasak bo'ldi.
Linux Mint qo'zg'almada biz tanishayotgan shu ko'rsatish kartasiniki masalasi bo'lishi mumkin. Biz VirtualBox'dan SVG degan talab o'qiylik. Ko'rsatish kartasining oxirgi qismini tanlab o'qiylik. Mashg'ulot sistemasining turini Debian deb tanlab qo'ysak qo'zg'aldi ekan. Ba'zida Ubuntu deb tanlasak bo'ladi, ba'zida Debian deb tanlasak bo'ladi. Shunday. Undan keyin bu ekranning cho'ng kichikligini o'rnatgan chog'da tanishiga endi kirgizib internetni basadi. Bu Linux Mint'niki qarshilish ko'zniki boshlayli. Undan keyin birinchi qadamda masalan rang tanlash sisteminiki peytlari, undan keyin qo'zg'atqu, yangilash degandek hemen tanlayotganmiz. Undan keyin makoznik kompyuter qo'zg'algan chog'da ko'rinsinmi degan tanlashgan buni elitaylik. Undan keyin buniki documentation degan qo'llanmasi qo'zg'atsinmi deb tanlab qo'ysak bo'ladi. Unga yardım bor keyin. Undan keyin bunaqa to'p qo'shganlardan keyin tizimdagi degandek to'plarni ko'rsatgan. Ko'rib baxsangiz qiziqadiganlar ko'rib baxsangiz bo'ldi. Taqo'taylik. Mana Linux Mint'ni tanladik, cheksak ko'rinishlari Uyg'urcha undan so'lga tarjima qilingan uchurlar Uyg'urcha ko'rinyotidi. Masalan, biz tanishakni ko'rib boqaylik. Masalan, mayliqning ichidan sistem tanishki bu mudofaa tam degandek to'g'ri tursak debdi. Ba'zi tarjimalar to'g'ri tarjima qilinmag'achqa o'xshamaydigan tarjimalar bo'lishi mumkin. Sistemni ko'rib boqaylik. Sistem tanishki. Sistem tanishkiniki uchurlari inglizcha holatga hozircha ishlatuvchi va guruhga Uyg'urcha balki uchur g'oyalari tahi inglizcha holatga. Masalan, til deganni qo'shchiki bundan masalan ikki qatim qo'zg'alib ketib qolibdi. Masalan, men kirgizishdan Uyg'urcha, undan keyin inglizcha, undan keyin buni hozir bevositadan Uyg'urcha tanlanibdi. Boshqa tilni tanlaydigan bo'lsak yoki o'rnatadigan bo'lsak, o'shadan install remove language degan tanlab, undan keyin im so'raydi. Buni kirgizib o'tgandan keyin biz buning ichida Linux Mint qo'llaydigan, to'liq qo'llaydigan tillarning tizimligi ma'lum. Masalan, to'liq o'rnatilganlari, ba'zilar kam deb turganligi, va to'liq o'rnatilganlarning tilini o'shadan tanlab o'zimiz qo'shib olsak bo'ldi. Ma'lumlar o'rnatilgandan keyin hozir o'rnatilib bo'lgan ekan. Masalan, yana boshqa tilni qo'shmoqchi bo'lsak,
chekib, undan keyin masalan arabcha, masalan turkcha degandek tillarni ishlatadigan bo'lsak, o'shadan masalan O'rta Osiyoda qozoq, qirg'izcha, masalan turkcha degandek O'rta Osiyodagi turkcha aslida tanlasak tamamen bo'ldi. Masalan turkcha degandek boshqalarni o'zbekcha degandek ham tanlasak tamamen bo'ldi. Bizning ehtiyojga asosan shuni tanlab tilni qo'shib olsanglar tamamen bo'ldi. Hozir biz to'liq o'rnatgan emas, inglizcha bilan uyg'urchani o'rnatdik. Tilni hozir pichimi yo'q deganlarni uyg'urchaga tangshaklik hozir qo'llaydigan tildan 27 til o'rnatilibdi. Bundan keyin masalan ustal ustiga ko'rsatmamdi ko'rsatmamdi degandek tangshaklarni tangshab olsak bo'ladi. Bu Linux Mint'ni o'rnatgandan keyingi dastlabki ko'rinish. Bundan keyin yumshoq detal boshqarg'ich, tekstarligich, yilnoma hisoblag'ich degandek. Ustal usti desak, ustal ustini ichib birdi. Bundan keyin widget boshqarg'ich. Nemo degan widget boshqarg'ich kim? Hisoblag'ich. Masalan, asosiy oliy moliya programmachilik degandek. Masalan, oliy hisoblag'ich. Cho'ngroq qilaylik. O'zimizning ehtiyojga asosan tizimlikdan tanlab olsak tamamen bo'ladi. Ko'rinish undan so'lg'a masalan hisoblag'ich haqida aytsak, hisoblag'ichniki 41da bir nechlik. Masalan, asosiy moliyaga ishlatadigan hisoblag'ich, programmachilik ishlatadigan hisoblag'ich, arif taxta, odatdagi hisoblag'ich. Ko'rib baxtliq uyg'urcha. Undan keyin yilnomani ko'rib boqaylik. Yilnomani ko'rsakmi? Yilnomimi? Hatta oy, dushanba, seshanba, chorshanba har birisi o'zimizniki faoliyatlarni o'rinlashtirsak tamamen bo'ladi. Oy, hafta bo'yicha. Bundan keyin mana cho'ng kichikligini, mayadin ko'rinishini o'zimiz tanlab o'zgartirib olsak bo'ladi. Maniki bir qo'shimcha bir vijdi va VirtualBox'niki. Shuni Linux'ga o'rnatib olsak, undan keyin texmi yaxshi tunaydi. Ya'ni VirtualBox'niki ama Linux mashg'ulot sistemasiga o'rnatiladigan qo'shimcha ko'rsatish programmasiniki qo'zg'atqisi. Yoki ko'rinishdan masalan full screen mode yoki scale mode deb o'zimiz adjust Windows size degandan tanlab qo'ysak bo'ladi. Mana o'rnatib olsak yaxshiroq. Enterni bossangiz bu ko'rsatma taqaydi debdi. Endi biz ekronni tanlab boqaylik. Display settingdan ekranning cho'ng kichikligi hozir 600-800 ga, yerdan biz cho'ngroqni tanlaylik. Masalan, bizning ekranimiz 1080 da, 1920 da 1080. Shunday.
Ondan keyin qo'llanaylik. Tanshakni xato tanlab qo'ydik. Va yanglishga tekitib qoldi. 1920'da 1080. Buradaki apply'ni keldi. Keep change deganni tanlaylik. Endi ekranimiz kuchga ega bo'ldi. Mayadan tanlasak bo'ldi, bo'lmasa 1680'da 1050 deganni tanlaylik. Endi bu cho'risda nim ko'rinyapti. Surgich ko'rinyapti, serg'ich. Chunki tizimlik bilan osti azroq ya'ni egallaydigan bo'lg'achqa. Shuni tanishib olsak bo'ldi. Agarda Windows'niki vazifa baldoqni ko'rsatmasak, undan keyin ustini ko'rsatmay, ko'rinishdan full screen mode deganni tanlab qo'ysak, agar bizga eskartidi, kontrol knopkasini F'ni bosamiz. O'ng tarafda kontrol knopkasi bilan switch tabini chekib qo'ysak, butunlay endi o'sha Linux'niki ekrandagi butun ekran liq to'ladi. Undan keyin bizning qolgan tizimlik bir narsalar ostida ko'rindi. Ya'ni VirtualBox'niki tizimlik. Topolmay qolsak, ostiroq tushib, chashqanakni nishonlashni normalgisini nishonlasak ko'rindi. Undan keyin hozir bexatarlik yanglishi yoki bir tal. Buni masalan yangla desak, o'zi avtomatik to'rdan tushirib yanglaydi. Yanglashdan bir im so'rabdi. Biz im so'raganda dalillaymiz. Bo'ldi. Mana yana bir muncha yanglashlar bor ekan. Undan keyin bu yerlik tasvirga olmishamsan deydi. Masalan, ma'lumotlar yanglaydigan keyin, masalan, bo'g'chilik keyin. Undan keyin o'zgarish xotirasi degandek. Install update deydi. Yanglanganlarni o'rnat deydi. Undan keyin hozir tushirilgani, undan keyin tushirdigani. Ya'ni shu umum sig'im tushirilgan tezligi torning suratiga asosan o'xshash olmaydi. Biz mana butun hammani yanglayotgandan keyin 1 gigabaytdan ortiq, ya'ni 1.3 gigabayt uchurni tushirib, undan keyin yanglaydigan sistema. Chunki u Linux'niki asraydigan, yanglaydiganlar ko'p bo'lg'achqa yanglishi intayin tez. Undan keyin xat nusxalariniki, sistemaning xat nusxasi chiroyli xat nusxasini o'zimiz o'rnatib tanishib olsak tamamen bo'ldi. Qiziqadiganlar o'zinglar tanishakdan xat nusxasidan tanishib olsang bo'ldi. Undan keyin nima tushiryotidi deganini ko'mak tafsilotini ko'rmoqchi bo'lsanglar, tafsilotini cheksanglar tushirayotgan, tushirilgan degandek. Hammasini ko'rsatib berdi.
Təfsilatını kögüm yox desəңlər, əgər də təfsilatını bir çəkib etsəңlər, əslidəki kiçik göznəkki özgüreydi o. Təfsilatını görmə desəңlər, təfsilatını çəksəңlər. Nima o'rnatyapti o? Nima seplayapti o əmisi görünüb durdu. Yumuşaq detal boshqarg'ichni ichib boqaylik. Tunji qatam qo'zg'atishimiz o'g'achqa qaysi yumshoq detallar bor, shuningki tizimlikini aslayapti. Yumshoq detal boshqarg'ichni qo'zg'atdim. Shu yumshoq detalning hammasini o'zimizning ehtiyojga asosan yumshoq detallarni o'zimizning ehtiyojga asosan o'rnatib ishlasak bo'ldi. Ustidagisi ya'ni future degan cho'qilangan yoki tavsiya qilingan yumshoq detal deb Audacity degan ovoz berib qo'ygan. Google Earth degan yer shari, Google yer shari. Mau yilnamo axsiz open source YouTube app'ga Mau axsiz ya'ni kompyuterdagi ilxat yoki har xil hisobotlarniki emlash qo'yuvchi Mau surat yani Photoshop bilan o'xshash surat keltirib qo'yuvchi Mau FTP quroli fayl izlanadi. Inkscape degan bu Illustratorga o'xshash ya'ni vektorlik surat chizadigan yumshoq detalga. Mau mavhum kompyuter yasaydigan ya'ni kompyuter yasab sinab mashq qilib tajribaxona qurishga ishlasak bo'ldi. Bundan boshqasi bu hammasi Sable bo'yicha masalan xat nusxasi o'yan masalan grafik yoki sezmichilik degandek shunaqa turli bo'yicha sistem qurollari degandek tur bo'yicha tanlasak bo'ldi. Undan keyin Mau top rated degani olqishlayak desak muvofiq keldi bu gap. Ya'ni boshqalar yaxshi deb baholaganlarni ustiga tizib beribdi. Ya'ni Mau baholanish nomeri. O'zingizning ehtiyojga asosan yumshoq detalga ehtiyojli bo'lsanglar, shuni izlab boqsanglar topiladi. Sistemini yanglab bo'ldi hozir. Mau yerlik tasvirga ya'ni Linux'ningki vujudga almashtiramsa deydi, tezroq debdi. Tordan bevos tushirib bo'ldik, yanglab boqaylik. Hozir o'rnatib bo'ldik, hech qanday yanglaydigan hujjatlama yo'q. 7'de 1 tütken. Bugün biz Linux məşğulat sisteminin tarqıtış nəşrlərdən biri Linux Mint'ni kompüterga, yani mövhum kompüterga qanday o'rnatishni ko'rib o'tdik. Keyin qatimni ko'rishaylik. Allohga omonat.